Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Surxondaryo telekanalining doimiy muxlislari, sizlar bilan Shifo istab ko'rsatuvi orqali xonadoningiz mehmonimiz. Ko'rsatuvimizda har gal tibbiy maslahatlar va sizlar uchun foydali tavsiyalarni ulashib bormoqdamiz. Albatta, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi ham sizlarning e'tiboringizdan chetda qolmaydi degan umiddamiz. Bugun ko'rsatuvimizga Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining psixiatriya xizmati bo'yicha viloyat filiali psixiatr shifokorlarini taklif etganmiz. Ular Xolida Akbarova hamda Azizbek Xolmo'minov. Guvohi bo'lganingizdek, bejizga ko'rsatuvimizga biz bugun psixiatr shifokorlarni taklif etmaganmiz. Hozirgi kunda jamiyatimizda juda ko'p ruhiy buzilishlar va nevrozlar ko'zga tashlanyapti. Ular orasida biz bolalarni, o'rta yoshlilarni, yoshlarni, barcha yosh qatlamni uchratishimiz mumkin. Nega? Nega bugungi kunda ruhiy zo'riqishlar oqibatida nevrozlar soni ko'payib bormoqda? Keling, ko'rsatuvimiz davomida ushbu savollarga birgalikda javob izlaymiz. Agarda mavzu sizlarga ham qiziq bo'lsa, ko'rsatuvimizni oxiriga qadar ko'rasizlar degan umiddaman. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, zamonaviy dunyoda ruhiy zo'riqishlarning nevrozlar keltirib chiqarishdagi ahamiyati katta bo'lyapti. Dastlab bizga aynan mana shu ruhiy zo'riqishlar xususida, aynan ruhiy zo'riqish tushunchasi nima ekanligi va uning turlari haqida ma'lumotlar berib o'tsalaringiz. Assalomu alaykum. Ruhiy zo'riqishlar, ya'ni biz xalq tilida buni tushunarli va sodda qilib stresslar deymiz. Stresslarning bir qancha turlari bor, jumladan eustress, ya'ni normal, sog'lom stress, inson uchun kerak bo'lgan, uni shaxsiy kamolotiga sababchi bo'ladigan normal stress. Undan tashqari distress, ya'ni me'yordan ortiq ruhiy zo'riqish, ruhiy kasallikka sababchi bo'luvchi asosiy ruhiy zo'riqish. Undan tashqari yana stressning bir qancha turlari bor. O'tkir stress, surunkali stress, fiziologik stress kabi ruhiy zo'riqishning bir qancha turlari bor. Ruhiy zo'riqishga biz mana shunday stress deb ta'rif beramiz va uni turlarga bo'lamiz. Hozirgi zamonaviy dunyoda bilamiz, globalizatsiya jarayonida ruhiy zo'riqishlar yaqqol ko'zga tashlanmoqda va turli xil kasalliklarga sababchi bo'lmoqda. Ya'ni sog'lom stressdan ko'ra distress, ya'ni yomon stresslarni, ruhiy zo'riqishlarni biz ko'proq nazarda tutib o'rganyapmiz shular ustida. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, ba'zida stresslarning inson salomatligi uchun kerakli, foydali tomonlari ham bor deb. Xo'sh, o'zi qanday ahamiyatli jihatlari bor stresslarning? Ruhiy zo'riqishlar ruhiy salomatlikdagi ahamiyati, demak, insonning ehtiyojlarini qanchalik darajada o'sha insondagi irodasi, qat'iyatliligi hamda sabr bardoshliligi stressga qanchalik chidamliligini aniqlanadi. Bunda Arxaman Maslow'ning ehtiyojlar piramidasida, ya'ni 5 ta asosiy bosqichdan iborat bu Maslow piramidasi deyiladi. Demak, birinchisi fiziologik ehtiyojdan kelib chiqadigan bo'lsa, avvalambor fiziologik ehtiyoj bu birinchi bosqich bo'lganligi sababli insonda stressning eng katta kuchi va birlamchilikligi mana shu joyda aks ettiriladi. Fiziologik ehtiyojlarga keladigan bo'lsak, demak, insonda birinchi navbatda oziq-ovqat, suv hamda uyqu, boshpana bo'lishi va nafas olish. Demak, stress sabablariga ko'ra ochlik, uyqusizlik, suvsizlik, nafas yetishmaslik yoki qattiq sovuq va yoki issiq mintaqada qanchalik darajada yashash muhitiga bog'liqligi, insoniy chidamliligi aks ettiriladi bu yerda. Demak, fiziologik ehtiyojlardan kelib chiqib, fiziologik ehtiyojlar bajarilgandan keyin albatta xavfsizlik insonda katta rol o'ynaydi. Xavfsizlik bu jismoniy barqarorlik, o'sha ishning bo'lgan joyda kafolatlanganligi, sog'lik bo'lishi, bular asosan stress sabablariga kelib chiqadigan bo'lsa, stress sabablari kuchli zo'ravonlik, urush janjallar hamda boshpananing yo'qligi, bular katta ahamiyat kasb etadi. Oila qurish, insonlar bilan bir-biriga bog'liqligi, jamoada bo'lish, do'stlar orttirish, bular iqtisodiy ehtiyojlarni kelib chiqaradi. Ikkinchi, uchinchi bosqichimizda bu do'stlashishga bo'lgan ehtiyojlar, keyin sevgi, muhabbat, munosabatlar o'rtasida yuzaga keladigan stresslar, ya'ni do'stlashish
kimdir o'zini jamiyatda yakkalanishi, insonni jamiyatdan yakkalanishi, bu ham unga ortiqcha yuklama, stressga sababchi bo'ladi. Mana shu ehtiyojning qondirilishi inson tomonidan, atrofdagi jamiyat tomonidan qondirilishi undagi mana shu stressni kelib chiqishiga bo'lgan turtkini yo'qotadi. Keyingi bosqichimiz bu insonni o'z ustidan ishlash bosqichi. Bunda albatta inson ta'lim olishi, yuksalishi, o'z o'rnini hayotda, jamiyatda topishga qaratilgan bo'lgan ehtiyojlar. Mana shu ehtiyojlarni qondirish uchun albatta inson nima qiladi? O'qish kerak bo'ladi, ilm o'zlashtirish kerak bo'ladi. Ma'lum bir jamoatga kirishish, o'sha yerdagi muhitga moslashishi, mana bu kabi stresslarni yengib o'tishi kerak. Bu stresslarni yengib o'tishi insonni keyingi bosqichdagi zararli stresslarni yo'qotishiga, uni qaytamga mana shu ta'sir qilayotgan stress yuksaltirishga sababchi bo'ladi. Eng yuqoridagi bu o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan bo'lgan ehtiyoj. Buni ko'proq biz mana fan olimlari, ko'proq akademiklar, professorlarda mana shu ehtiyojni qondirilishini kuzatamiz. Hamma ham bu stresslarga mos reaksiya, ya'ni mos javob, munosib moslashishga bardoshli emas hamma ham. Kimlar agar mana shu bosqichdan o'tsa, ular o'sha akademik, professor yoki o'z sohasini eng yetuk mutaxassisi bo'la olishadi va stress bu yerda o'sha insonlarga yuksalish imkoniyatini beradi. Aksincha bo'lgan taqdirda-chi? Aksincha bo'lgan taqdirda albatta bu stresslarni ko'tara olmaslik insonlarda har xil ruhiy buzilishlar, jumladan uyqusizlik, xavotir, kayfiyatning tushishi kabi stressga insonning reaksiyalari, turli ruhiy buzilgan reaksiyalari yuzaga keladi. Albatta bunday jarayonda ko'pincha qat'iyatli ekan deb ta'rif beramiz, lekin ularning o'sha stressga chidamliligi, bardoshliligi ham sinovdan o'tar ekan. Endi yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ruhiy zo'riqishlarda chidamlilik, me'yor va patologiya deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Ruhiy zo'riqishlarda chidamlilik, me'yor va patologiya. Albatta bular juda ham yaxshi savol. Rahmat savolingiz uchun. Ruhiy zo'riqishlarda chidamlilik insonni bir qancha xususiyatlari bor. Bular asosan tarbiya orqali. Asosan tarbiya va inson genidan o'tib keladigan. Mana otasi professor, shunaqa muhitda ulg'ayapti. Unga ham bu muhit ta'sir qiladida, bu aytdik, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlar. Unda ham o'sha ehtiyojlar paydo bo'ladi va qondirilishi o'sha muhitda, yaxshi muhitda ulg'ayganligi u uchun, inson uchun osonroq kechadi. O'sha stresslarga chidamliligi osonroq kechadi. Va boshqa sabablar, masalan, noqulay ish muhiti, doimiy surunkali ezadigan noqulay ish muhiti yoki maktab orasida alohidalanib qo'yishi, bullying degan tushuncha bor, bolalarni ajratib tashlash yoki mana yo'q emas, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini ajratib qo'yish yoki ruhiy bemorlarimizni farzandlarini alohida qilib ajratib qo'yish. Yoki tashqi ko'rinishiga qarab. To'ppa-to'g'ri yoki tashqi ko'rinishiga qarab ajratib qo'yish, bu bemor o'sha insonni, farzandni yoki o'sha insonni ortiqcha stressli zo'riqishlariga sababchi bo'ladi. Bu qandaydir ruhiy o'zgarishga sababchi bo'ladi. Bu yerda psixologiyaning shunday qonuni bor, Yerkes-Dodson qonuni deydi buni. Inson shaxsiy chidamliligini oshirish uchun, uni yuqoriroq, stressga chidamliroq, ya'ni stress uni foydasiga ishlash uchun Yerkes-Dodson qonuni ishlaydi. Ish jarayonida, o'qish jarayonida biz mana shu qonunni yaxshilab anglab olib, rahbarlar, jamiyatimiz, qonunchiligimiz yaxshilab anglab olib, to'g'ri qo'llasak, yaxshi foydali foydasiga, inson foydasiga ishlaydi. Bu qanday qonun? Yerkes-Dodson qonunida 3 xil holat ajratiladi. Birinchi holat bu nagruzka, ya'ni insonga yuklamaning takroriyligi va pastligi. Bunda inson dangasa, o'sha doimiy o'sha ishga nisbatan bee'tiborroq bo'lib qolishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchi bosqichda o'sha insonni yuklama rivojlantirishga harakat qiladi. Shaxsiy rivojlantirish, o'sish, ya'ni rahbar qandaydir yangi topshiriq berganda o'sha insonga yoqsa, tanlab berganda o'sha insonga yoqsa, qiziqishi ortib, o'sha yuklama, o'sha ishni ustida ishlasa, bu shaxsiy rivojlantiruvchi stress.
undan ortig'i 3-darajadagi ortiq bu juda ham og'ir bo'lgan yuklamalarni ketma-ket topshiriqlarni yoki mana maktab jarayonida bolalarga ortiqcha yuklamalar. Biz ota-onalar xohlaydi bolalarni aqlli, yanada sog'lomroq bo'lishini, lekin bolani ehtiyojidan kelib chiqib o'sha yuklamalarni jadvallashtirish, kerak bo'lsa dam olish jarayonlarini rejimlarga qo'yishni ham hisobga olib bersa, ortiqcha yuklamalar bo'lmaydi va stress insonni qandaydir ruhiy kasalliklar belgilari, jumladan o'sha uyqusizlik, kayfiyat buzilishi, qandaydir xavotirlar kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omil sifatida emas, insonni rivojlantiruvchi omil sifatida rol o'ynab boshlaydi. Mana shu joyda insonni demak shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib, unga kerakli yuklamani qo'yish eng muhim jarayon ekanligini tushuntirib beradi bu Yerkes Dodson qonuni. Yana shu o'rinda savol bilan murojaat qilmoqchiman. Nega ba'zilarda mana shunday ortiqcha yuklamalar yoki tanqidlar ijobiy ta'sir qiladi? O'zi to'g'ri xulosa chiqarib o'sha narsani bartaraf etishga yoki to'g'ri xulosa chiqargan holda yana ham rivojlanishga harakat qiladi. Ba'zilari esa o'sha tanqidlarni yoki qandaydir qattiq bir tanbehlardan battar tushkunlikka tushib qoladi. Nega mana shu jarayon insonlarda har xil ishlaydi? Bu chiniqqanlikdanmi yoki odamning o'zini oilaviy muhitiga, tarbiyasiga yoki temperamentiga bog'liqmi? To'ppa-to'g'ri savol. Aytib o'tgan savolingiz bir necha jarayonlarga bog'liqda, jumladan oilaviy muhitga. Agar o'sib kelayotgan o'sha yosh, chiroyli oilaviy muhitda bo'lsa, u stressga nisbatan chidamliroq bo'ladi. Keyin unga yuklamalarni ota-ona tomonidan to'g'ri berilishi stressga nisbatan chidamliroqni oshirib beradi. Yana genetik xususiyatlari bor. Ba'zi bir oilalarda shunday o'zi suhbatlashganda mana bizlar psixiatr sifatida o'sha bemor, uni yaqinlari bilan suhbatlashganimizda bemorda ko'rayotgan belgilarimiz ba'zilari yengil darajada ularning ota-onalarida, yaqinlarida ham kuzatamiz. Demak, ular o'zi shunday oilaviy stressga moyilroq, xavotirga beriluvchanroq, genida shu xususiyatlar yashiringanligini sezamiz, anglaymizda. Mana shu xususiyatlar ham rol o'ynaydi. Keyin atrof muhitni unga bo'lgan munosabatlar. Bu ham maktabda alohidalanmasligi, unga alohida maktab ustozlari tomonidan yoki psixologlar tomonidan e'tibor qilinishi bemorni himoyalovchi va bolalar tomonidan ajratilib qo'yilishi esa uni stresslarga nisbatan chidamsiz qilib qo'yuvchi faktor sifatida rol o'ynaydi. Keling endi nevrozlar haqida suhbatlashsak. Nevroz orttirilgan kasallikmi yoki insonda tug'ma mana shu nasliy kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi? Nevroz o'zi umuman ruhiy buzilishlarni biz ikkita qismga bo'lib o'rganamizda. Psixotik kelib chiqishga ega bo'lgan kasalliklar va nevrotik kasalliklar. Psixotik kelib chiqishga ega bo'lgan kasalliklar ko'pincha mana shu genetik, nasliy omillar bilan bog'liq bo'ladi. Nevrotik kelib chiqadigan kasalliklar esa mana shu biz o'rganayotgan hozirgi mavzuyimiz bilan uzviy bog'liq bo'lgan stresslar, ruhiy zo'riqishlar bilan bog'liq bo'ladi. Demak, hozirgi nevroz kasalliklarimiz asosan ular orttirilgan kasalliklar, ruhiy zo'riqish oqibatida kelib chiqqan kasalliklar hisoblanadi. U nevroz nima? Nevroz xalqona tilda aytadigan bo'lsak, tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, miya men charchadim, bo'ldi, bardoshim tugadi degan signalni beradigan holat. Va nevrozda turli xil nevroz degan biz xalqaro kasalliklar tasnifi bilan ishlaymiz. Xalqaro kasalliklar tasnifida har bitta kasallikni o'zini klinik belgilariga qarab guruhlarga ajratganmiz. Va aniq tashxisot, diagnostik mezonlari borda bular. Nevroz aynan bitta kasallik emas, bir necha kasalliklar guruhi bu nevroz. Nevrozga kiradi xavotirli buzilishlar, fobiya deymiz, qo'rquvlar, nimadandir ortiqcha qo'rqishlar, keyin shilqim fikrlar nevrozi kabi bir necha turlari bor mana shu kasallikni. Rahmat berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun. Endi yuqorida nevrozlarni keltirib chiqaradigan omillardan biri sifatida fobiyalar deya ta'kidlab o'tdingiz. Aynan biz ba'zida bolalarimizni fobiyaga moyilligini o'zimiz bolalikdan shakllantirib qo'yamiz. Qanday qilib? Masalan, qorong'ulikka borma, qorong'ida
baba bor deymiz yoki ko'chaga chiqma yomon odam bor yoki bu yerda qandaydir olabuji bor bir nima deb ularni qo'rqitishga harakat qilamiz. Mayli bu qandaydir yaxshilik uchundir, bolamizga yomonlikni ravo ko'rmaganimiz uchundir. Lekin o'zimiz bilmagan holda qorong'ulikdan, balandlikdan, uzoq masofalardan qo'rqadigan qilib, ma'lum bir fobiyalarga moyilligini orttirib qo'ymayapmizmikin? Mana shular xususida qanday ma'lumotlar bera olasiz? Savolingiz uchun katta rahmat. To'g'ri, bolalarda qo'rqish refleksi juda kuchli rivojlanmaydi. Bular deyarli hech nimadan qo'rqmaydilar. Asosan ular qattiq ovozlardan juda ham qo'rqib ketishadi. Lekin qorong'ulik, tashqarida yomon odam bor. Bular hali o'shalarni farqiga bormaydilar. Bir marta bajarib ko'rishga harakat qiladilar. Qo'rqish refleksi faqat baland ovozdan qo'rqadi. Demak, buni hech qanday salbiy ta'siri yo'q, keyinchalik nevroz holatiga olib kelmaydi deb tahlil qilib berasiz. Endi bizda nevroz bor yoki yo'qligini qanday bilsak bo'ladi? Klinik belgilar nimalardan iborat? Hozir chunki zamon shiddat bilan rivojlanyapti, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga moyillik kuchli, barchamiz ishdan charchaymiz yoki ruhiy zo'riqish holatlari ko'p uchraydi va hamma asabiy. Kezi kelganda hammani jahli chiqadi, lekin aynan bizda nevroz holati ketayotganligini yoki bizda mana shu kasallikni boshlang'ich bosqichi borligini qanday bilib olsak bo'ladi? Klinik belgilari va aynan kalit nuqtasi nimadan iborat? Nevroz kasalliklarini bir necha turlari bor. Bulardan eng keng tarqalganlari bular xavotirli buzilishlar. Xavotirli buzilishlar. Nimadandir hozir o'lib qolaman. Mana vahima bosaveradi o'zini. Ko'pincha yuraklari gupurlab urib ketadi. Sababsiz. Sababini izlaydi, kardiologga boradi, yuragini tekshirtiradi, eho qildiradi, ichki organlarini o'zi yiqildiradi, o'zidan qandaydir kasalliklar izlaydi, lekin hech qanaqa kasallik chiqmaydi. Mana bu xavotirli nevroz, xavotirli nevroz. Bor yana fobiyali nevrozlar bor. Nimadandir haddan tashqari qo'rqadi. Masalan, kapalakdan. Juda ham qattiq qo'rqadi, sababsiz. Bo'lmasa u tishlamaydi, yemaydi. Juda ham qattiq qo'rquv bilan reaksiya qiladi. Undan tashqari yana miyadan ketmaydigan shilqim fikrlar nevrozi bor. Shilqim fikrlar. Masalan, gazni odatda bizda ham bo'ladi ba'zan. Uyni yopdimmi, yo'qmi? Boramiz, tekshirib ko'ramiz, qaytamiz. Bo'ldi, tekshirib ko'rdim-ku. Qaytib ketamiz. Bemorda unaqa holat bo'lmaydi, shilqim fikrlar. Boradi, uyda tekshirib kelaveradi, 3 marta tekshiradi, ko'ngli joyiga tushmaydi, yana boradi, yana tekshiradi. Mana shunaqa shilqim fikrlarni kelishi, keyin o'z-o'zidan qo'lni ko'p yuvishi, xuddiki qo'lida o'sha kir, mikroblar yopishib qolgandek. Sovunlab yuvib kelaveradi, sovunlab yuvib kelaveradi. Qo'li kirday bemor his qilaveradi. O'shani o'ziga yoqmaydi, qayta-qayta yuvishi, lekin majbur yana o'sha hissiyotni qondirish. Qo'lni yuvib kelish unga ozroq xotirjamlik beradi. Mana shunaqa nevrozni bir qancha klinik ko'rinishlari bor. Keyin nafas siqishi eng ko'p uchraydigan yana klinik belgilardan nafas siqayotgandek, to'liq to'yib nafas ola olmayotgandek. Yana ko'p uchraydigan belgilardan bittasi boshi aylanayotganligi. Boshim aylanib, hozir yiqilib tushaman deydi. Lekin oddiy tana bilan bog'liq, tana kasalliklari yoki miya kasalliklari bilan bog'liq bosh aylanishdan farqi bemorda hech qanaqa yiqilib tushish holatlari kam kuzatiladi va tekshiruvlar natijasida bosh miyasida hech qanaqa bir jiddiy bosh aylanishiga sabab bo'ladigan o'zgarish topilmaydi. Yoki oshqozoni bilan bog'liq muammolar. Oshqozonim qattiq og'riyapti, hazmi buzilgan degan gaplarni aytadi, lekin kekirish, keyin mana biz ba'zan to'yib ovqatlansak bo'ladi, hazmimiz og'ir bo'lib, yotishga qiynalib, dumalab chiqamiz, lekin unaqa belgilar ularda kuzatilmaydi. Faqat fikrda, xayolda bor shunaqa narsa. Nimadir qo'rqitadi yoki nimadir o'sha sog'lig'i bilan xavotirli qo'rquv bilan, o'sha yomon ketmaydigan shilqim fikr bilan klinik belgilar beradi. Va yana tekshirishning shunday usullari bor. Bizda bugun zamonaviy albatta tibbiyot o'lchamli bo'lishi kerak. Bu nima degani? Bizga ba'zan shikoyat bilan keladi, misol xavotir. Men hozir o'lib qoladigandek xavotirim bor. Biz unga darajalashga harakat qilamiz. Hozir 10 balldan necha ball berasiz mana shu xavotiringizga?
9 ball, 7 ball, 8 ball beraman deydi. Keyin davolanish kursi davomida xavotirda ma'lum bir muddat o'tgandan keyin davolab bo'lgandan keyin endi qancha? 1 ball, 2 ball deyarli yo'q degan javoblarni aytadi. Bundan tashqari maxsus testlarimiz bor. Hozir men bilan biror test o'tkazib ko'ra olasizmi masalan? Aynan Albatta. menda nevroz holati bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida. Balkim bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimiz ham hozir o'zlarini shu test orqali sinab ko'rib, balkim sizlarga murojaat qilar. Chunki albatta tibbiy ko'rikda bo'lib turish hech qachon zarar qilmaydi, aziz teletomoshabinlar. Keling, siz bilan Gamiltonning mashhur xavotirli testini sinab ko'ramiz. Marhamat. Sizda oxirgi 10 kun ichida xavotir yo'q, sababi noaniq bo'lgan xavotir keladimi miyaga? Shunaqa fikr. Ba'zan bo'lib turadi. Oxirgi 10 kunda uyqu buzilishlari, kunlab uxlamagan holatlaringiz bo'lganmi? Kunlab uxlamaslik holati bo'lmaydi-yu, lekin uyqu buzilishlari ham bo'lib turadi. Uyqu buzilishlari sizda necha soat davom etadi? Normada o'zi 8 soat bo'lishi kerak uyqu. Katta yoshli odam uchun. Sizda qancha? Endi meni yosh bolalarim bor, shuning uchun ularni uyquga yotishiga qarab men ham uxlayman. Menda ba'zan kech uxlash holatlari bo'ladi va 1-2 soat kechroq uxlayman. Doimiy normasiga nisbatan. Oxirgi vaqtlarda yurangiz tez urib, sababsiz gupirlab ketgan vaziyatlar bo'ldimi? Yo'q. Nafas siqish holatlari bo'ldimi? Xuddi havo o'pkaga kirmayotganday holatlar. Yo'q, unaqa holat bo'lgani yo'q. Tomog'ingizga nimadir tiqilib qolganday, nimadir yutolmay shunaqa hissiyot his qildingizmi? Yo'q. Kayfiyatingiz sababsiz tushib, kunlab cho'zilgan holatlari bo'ldimi? Ba'zan bo'lib turadi. Kunlab davom etadi. Yo'q, kunlab emas u, lekin ba'zan kayfiyat tushish holatlari bo'ladi. Bir necha soat yoki bir necha kunda. Yo'q, sizda hozir hech qanaqa bir nevroz, depressiyani alomatlari yo'q. Umuman biz inson bioijtimoiy mavjudot, ya'ni atrofdagi ta'sirotlarga qandaydir hissiy reaksiyalarimizni ko'rsatadigan mavjudotmiz. Shuning uchun vaqti bilan uyqu buzilishlari, oilaviy holatimizdan, ish jarayonimizdan kelib chiqib, vaqti bilan kayfiyatni tushishlari bular normal holatlar. Qachon patologiya bo'ladi, qachon jarayonlar uzoqroq cho'zilsa, haftalab, kunlab, oylab davom etadigan bo'lsa, unda bu kasallik holati hisoblanadi. Endi shu o'rinda yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Masalan, atrofimizdagilarni ruhiy, emotsional buzilishlari, ularning psixologiyasidagi holat yoki hayotidagi bo'layotgan noxush hodisalarni ko'rib, qanaydir achinishmi yoki ko'p ta'sirchanlik ham kuzatiladi odamlarda. Bu ham keyinchalik nevrozga olib keladimi? Albatta, savol uchun katta rahmat. Bu holatlar avvalambor stressdan boshlanadi. Stress kasallik boshlanishidan oldin o'sha etap-etap boshlanadi. Insonni doimiy asab buzilishlar, ruhiy tushkunliklar yoki uyqusiz tunlar o'tkazish bu sekinlik bilan stressga olib keladi. O'sha surunkali stressga aylangandan keyin mana bu uyda o'zaro kelishmovchiliklar, oilaviy janjallar yoki atrof muhit, ishxonadagi holatlar yoqmasligi bu surunkali stressga olib keladi. Stress bu vaqtida o'sha mutaxassislarga ko'rilmasa depressiya holatlariga olib keladi. Depressiya holatida sekinlik bilan nevroz holatlariga o'tiladi. Nevroz holatlarida inson serjahl, bitta fikrlar miyasida ketmay qoladigan bo'lib, ya'ni yopishqoq fikrlar inson miyasida mavjud bo'ladi. Kechalari uxlay olmaydi, ozgina narsaga ham jahli chiqib ketadi. Ba'zan ko'p gapirib qoladi, ba'zida esa hech kim yoqmagandek odam ovoq holatiga qaytib qoladi. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Masalan, ruhiy holatning buzilishi sabab serjahl bo'lib qolishni va atrofdagilarga nisbatan qo'pol muomalada bo'lishini ham ko'ramiz. Va o'sha joyda o'zida aybini tushunib, jahli chiqib birdan qattiq gapirib, keyin yana o'zini bosib, sekinlashib, yaxshi muomala qiladigan odamlarni ham ko'ramiz. Xo'sh, bu ham nevrozning bir turimi? Yo'q, bu odatda normal reaksiya hisoblanadi. Eng muhim o'zi nevroz kasalliklarida mana kasallik deb diagnoz qo'yishimiz uchun mana shu narsani yaxshi to'laqonli anglab yetmasligi bilan bog'lanadi-da.
Keling davosi bilan birga bog'lab o'rganaylik. Nevroz kasalligini davolash jarayonida biz bir necha usullardan foydalanamiz. Jumladan eng asosiy va Yevropa davlatlarida oltin standartga aylangan psixoterapiya. Psixoterapiya bu kasallikni tushunish, unga ongli munosabatda bo'lish. Va ikkinchi jarayon esa bu psixiatr ko'rigi va u yozib beradigan dorilar. Bemorni tinchlantiradi, xavotirlarni, vahimalarni qay darajadadir oladi. Lekin eng muhim narsa bemor o'zini kasalligini anglashi, tushunishi va shu orqali nevroz kasalligidan chiqib ketish hisoblanadi. Hozirgi holat esa, misol keltirgan holatingiz esa, siz keltirayotgan misolingizda bu o'tkir reaksiya. O'tkir reaksiyadan keyin o'sha narsani tushunib anglashi mana bu normal holat. Va bu xarakter, ko'proq xarakter sifatida shakllanadi. Xarakter bu aytganimizdek oilaviy muhit asosiy rol o'ynaydi, xarakterda keyin gen asosiy rol o'ynaydi. Uni shakllanishida ayniqsa mana erkaklarimiz shunaqa sal tez jahlroq, darrov reaksiya qiladigan, keyin bir vaqtdan keyin ertalab urishadi, kechqurun bir sumka qilib, bozorlik qilib, ko'ngilni olishga harakat qiladi. Bu normal holat. Biz bejizga ko'rsatuvimizning nomini zamonaviy dunyoda ruhiy holatni buzilishi demadik. Keling endi mana shu mavzuyimizni zamonaviy hayotga bir bog'lab taqqoslasak. Nega bugungi kunda nevrozlar ko'p? Nega ruhiy holati buzilayotganlar atrofimizda ko'p uchrayapti? Buning asosiy sababi mana shu zamonaviy texnika, texnologiyalarning ko'payayotganligimi yoki biz ulardan to'g'ri va unumli foydalanishni bilmayotganligimizmi? Umuman olganda bu urbanizatsiya, ya'ni shaharlashish jarayoni bilan ham bog'liq. Shaharlashish jarayoni. Mana hozir zamonaviy texnologiya 20 yil oldin agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, hech kim qo'lida telefoni yo'q edi. Hamma o'zini vaqtiga, o'z ishiga yetarlicha vaqt ajrata olardi-da. Hozir mana shu qo'limizdagi telefonimiz ko'p bizni vaqtimizni o'g'irlab qo'yapti. O'sha kerakli ishni o'z vaqtida bajara olmay qolayotgan vaziyatlarimiz bo'lyapti. Mana shu kerakli ishni o'z vaqtida bajara olmasligimiz ham bizga ortiqcha yuklanadi. Ishimiz bitmay qoldi. Endi buni o'ylaymiz, siqilishimizga sababchi bo'ladi. Zamonaviy texnologiya bizni vaqtimizni o'g'irlash hisobiga ishimizni o'z vaqtida yetarlicha bajarmasligimizga sababchi bo'ladi. Bu qo'shimcha stress omili sifatida shakllanyapti. Keyingi omil urbanizatsiya, ya'ni shaharlashish. Biz zamonaviy shaharda, shaharlik inson sifatida qanday yashashimiz kerak? Tagimizda mashinamiz bo'lishi kerak, katta-katta uyimiz bo'lishi kerak. Bu esa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Pul mablag'ga borib taqaladi. Mablag'da esa biz hozir menimcha 90% odamda kredit bo'lsa kerak. Mana bu narsa kreditlar olish, uni endi to'lash, uzish insonga qo'shimcha stresslarni yuklayapti. Bu ham borib nevrozga moyillik degan tushuncha bor-da. Bu aytganimizdek tarbiya, o'sha oilaviy muhit insonni nevrozga moyilroq qilib qo'yadi. Mana shu moyil odamlarda nevroz kelib chiqishiga turtki bo'ladi, sababchi bo'ladi. Yashash sharoiti, albatta, yeb ichish. Mana 20 yil, yana shu misol keltiraylik. Oldin faqat to'y hashamda ko'rardik biz o'sha kivi, banan, ananas va hokazolar. Hozir bog'chadan olib kelsangiz, bolangiz do'konga kirgizmani banan olib ber yoki yogurt olib ber, usiz bo'lmayapti. Mana bu narsa, ya'ni shaharlashgan sari, rivojlangan sari, dunyo zamonaviylashgan sari odatdagi bo'lmagan ortiqcha yuklamalar, o'sha hashamatlar odatiy tusga kirishi ham insonga qo'shimcha ruhiy zo'riqish, yuklamaga sababchi bo'lyapti, stressga sababchi bo'lyapti. Rahmat berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun. Endi ruhiy buzilishni, aynan nevrozlarni qanchalik darajada bizning psixologiyamizga, yashash tarzimizga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab o'tdingiz. Albatta bu jarayon hattoki atrofdagilar bilan bo'lgan munosabatlarimizni susayishiga ham olib keladi. Endi kasallikni profilaktikasi haqida gaplashsak. Xo'sh, nevrozlarni psixoprofilaktikasi nimadan iborat? Qanday qilib bu kasallikdan uzoqlashsak bo'ladi? Agar bizda mana shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, o'zimizni o'zimiz ruhiy jihatdan sog'lom hayotga qaytarishimiz uchun nima qilishimiz kerak?
Demak, nevrozlarni oldini olish profilaktikasi asosan insonda birinchi navbatda o'sha psixolog hamda psixoterapevtlarga borish, iloji boricha asabiylashmaslik, o'sha muhitda tinch, osoyishtalikni yaratish, uydagi muhitni, atrofdagilarni, ko'cha-ko'ydagi muhitni inson iloji boricha og'ir yuklamay, ya'ni tashqi muhitda bo'layotgan gaplarni o'ziga olmaslik. Keraklisini olib, kerak emasligini olmasligi bu insondagi o'sha stress, nevroz, mana shularni oldini oladi. Inson ishdan tashqari sog'lomlashtirish markazida dam olish maskanlariga borib turish kerak. Bundan tashqari sport bilan shug'ullanish kerak. Men hamkasbim fikrini to'ldirmoqchiman. Bundan tashqari biz eng nuqta endi negiz albatta oilaviy muhit. Oilaviy muhitni chiroyli qilib o'rniga qo'yishimiz kerak. Oxirgi kunlarda biz mana ajrimlar sonining ko'payishi, bularga hozirgi yoshlarning nisbatan nojiddiy, qandaydir yengil oilaviy muhitga nisbatan munosabati ham mana shu farzandlarga keyinchalik stress omili sifatida katta rol o'ynaydi. Chunki insonning shakllanish jarayonida buva momani o'rni, ota onani o'rni, qarindosh urug', aka-ukalarning o'rni alohida ta'sir ko'rsatadi-da. Mana shu faktorlarning olinishi, bitta onani o'ziga yuklamani ko'payishi yoki otani o'ziga yuklamani ko'payishi ham stressni keltirib chiqaruvchi omil. Mana bu oilani mustahkamlashimiz kerak eng birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda esa bizning jamiyatimizda shunaqa tushuncha bor-da. Mana u psixologga boribdi, u qandaydir unda ruhiy kasallik boshlanibdi. Mana u psixoterapevtga kelibdi, unda qandaydir ruhiy kasallik boshlanibdi degan tushuncha bor. Inson shunchaki zo'riqishlarini yo'qotish uchun ham psixologga yoki psixoterapevtlarga, hattoki mana psixiatrga ko'rinibdi degan juda ham bir yomon bir holat sifatida qabul qilishadi-da. Fanimizda buni stigma deymiz. Mana shu sohaga, umuman ruhiy muammosi bor insonlarga nisbatan yomon ko'z bilan qarashni yo'qotishimiz kerak. O'z vaqtida psixologga kerak bo'lsa, zarur bo'lsa psixoterapevtga, zarur bo'lsa psixiatrga borishni insonlarimiz normal holat sifatida qabul qilishi kerak. Eng muhim psixoprofilaktik nuqtai nazar. Masalan, nevrozlarda somatofrom buzilishlar sodir bo'ladi. Va mana shularni ham tahlil qilib o'tsak. Masalan, bizda ko'pincha yuqorida aytib o'tdingiz, charchoq holatlari kuzatiladi. Va uzoq muddatli bizni mana shu charchoqlarimiz, depressiyalarimiz doimiy kasallikka aylanib qolmaydimi? Juda ham yaxshi savol. Somatoforum buzilishlar, ya'ni insonni bu aytganimizdek yuragi ko'p gupirlab urib ketishi, havo yetishmaslik hissi, boshi aylanishi yoki surunkali bosh og'riqlari yoki surunkali charchoq sindromlari kabi belgilarni biz ko'pincha somatikamiz, ya'ni tanamizda qandaydir kasalliklar bor deb o'ylab qidirib, uni o'shani topishga bo'lgan vaqtimizni sarflaymiz-da. Aslida bizning miyamiz tashqi omillar ta'sirida, zo'riqishlar ta'sirida bizga tanadagi qandaydir o'zgarishlar sifatida belgi berayotgan bo'ladi. Bu uchun o'sha tekshiruvlar normal o'tgandan keyin bu aytganimdek psixiatr va psixologlarga kelib murojaat qilishi kerak bemorlar. Ular o'zidagi muammoni boshqa bir qandaydir tana kasalliklari bilan bog'lab tushuntirishga, o'sha kasallikni misol yuragi xapqirib urib ketsa davolashga harakat qilmasdan yoki surunkali charchoq dedik. Surunkali charchoq ham bu kasallik hisoblanadi. Uni o'z vaqtida davolash boshqa og'ir kasalliklar, masalan, depressiyaga sababchi bo'lmaydi. Uni oldini oladi yoki qo'shimcha qandaydir tanada kasallik, haqiqiy kasallikka o'tib ketish oldini oladi. Bu ham muhim nuqtai nazar, o'z vaqtida davolash, tekshirish va mutaxassis ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Bunday bemor. Yuqorida sanab o'tgan kasalliklarimizni davolashda faqatgina ma'lum bir dori preparatlari yoki shunchaki suhbatlar orqali davo qilinadimi va bu uchun aynan shifokorlarga yana kimlar yordam berishi kerak? Masalan, yaqinlari, do'stlari, atrofdagilar. Keling, umumiy xulosaviy fikrlarga shularni ham qo'shib o'tsak. Davolash jarayonlari albatta asosan
bu yuqorida ham aytib o'tdik, guruhlarga bo'linadi. Bular eng muhimi o'sha fikrlash jarayonlarini to'g'rilovchi psixoterapiya va psixologlar ustida ishlanadi. Psixoterapiyani ham bir qancha turlari bor. Bemorni o'zi bilan yolg'iz ishlash, keyin oilaviy psixoterapiya o'tkazish, ya'ni boshqa uni bemorning atrofidagi insonlarni ham uni sog'lig'iga bee'tibor qoldirmasdan uni sog'lig'iga e'tibor qilish, uni o'sha tushgan chuqurligidan, ruhiy tushkunligidan olib chiqishga qaratilgan seanslar o'tkazish ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Dori bilan davolashda esa bizda xalqimizda yana bir shunaqa noto'g'ri tushuncha bor. Ruhiy kasalliklarda, umuman ruhiy tushkunlik, buzilishlarda qo'llaniladigan dorilar qaramlik chaqiradi degan tushuncha borda. Aslida bizning dorilarimiz kerak bo'lsa o'sha trimol, paracetamol, shunaqa dorilardan-da xavfsizroq. Og'riq qoldiruvchi. Albatta og'riq qoldiruvchi. Xavfsizroq va eng muhimi natijador. Keyin o'rgatib qo'ymaydi. O'rgatib qo'yadigan dorilar bor, ular maxsus retseptlar orqali juda ham qattiq nazoratda beriladi. Ularni olish, bunday nevroz bemorlarga unaqa dorilar berish shart emas. Demak, kasallikning dastlabki bosqichi yengil tarzda davolanadi va umuman olganda ruhiy buzilishlarni sezganda, masalan, ota-onalarimizga yoki ma'lum bir insonlar o'zini atrofidagilarda mana shunday ruhiy buzilishlarni sezganda, albatta shifokorga, psixiatrga murojaat qilishdan aslo uyalmasligi kerak. Bu qo'shtirnoq ichida uni maxsus kasal ekanligini bildirmaydi. Shunchaki ruhiy holatini yaxshilash uchun profilaktik chora hisoblanadi. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganliklaringiz va bergan tavsiyalaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz davomida zamonaviy dunyoda ruhiy zo'riqishlarni kelib chiqishi va u oqibatida nevrozlarning paydo bo'lishi xususida suhbatlashdik. Ko'rsatuvimiz mehmonlari esa Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining psixiatriya xizmati bo'yicha viloyat filiali maxsus shifokorlari, psixiatrlar bo'lishdi. Xolida Akbar va hamda Azizbek Xolmominovga vaqt ajratib kelganliklari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga esa vaqt ajratib ko'rsatuvimizni tomosha qilganligingiz uchun tashakkur aytamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.